Assalomu alaykum. O'zbek oyim minbaridan sadolar loyihasining 21-soni efirda. Epchil odam o'zidan kuchliga bosh egishdan or qilsa, o'z g'amini rost deb biladi. Churq etib og'zini ochmagan, mum tishlaganday talmovsirab, vaqtdan yutishga urinadi. Dilidagini tiliga chiqarishga xohlamagan, chetlab o'tib, taxminiga mos to'n bichadi. Hurmatiga yarashadigan ish qilmagan, o'zini o'ynatishiga yo'l qo'yganini his etadi. Tuturuqsiz odam yolg'on yashiq gaplariga ham qasamning to'nini yopishga usta bo'ladi. Firibgarligi bilan soddaning aqlini o'g'irlagan, yomonligini berkitishni ham qoyillatadi. Quyon yurak bo'lib qolgan, o'ziga janjal sovg'a qilganni itdek hidlab topadi. Hayot zarbasidan o'zini himoyalay olmagan, ko'z yoshini oqizib, sabab axtaradi. Sizga qaysi gaplarimiz ma'qul keldi? Izohlarda qoldiring.